Marat Ahmedov rayon qırların vertolyotdan qaradı. Anan Avul Xo'jaligi ministri, rayon uyushmalari yetakchilari ham avul jirligi boshliqlari bilan uchrashdi. Uchrashuv Max Oil xo'jaligining ko'p yillik o'ylanlar qirida bordi. На сегодняшний день более 22 тысяч гектар посеяно, 58%. В день засевается около 3000 гектар земли. Если такими темпами будем дальше продолжать, где-то у нас 5,5 дней. Ну, с учетом того, что переходы, семена, да, около недели берем, что за неделю мы должны будем закончить посевную. Bitirəçilər aytdıqca, yağulıq həm zapas kəslərinin jitməyi kibik problemalar rayonda yox. Qırlarda bugün barlığı 13 şəşulik kompleks işli. На сегодняшний день уже вот вчера было 12, еще вот сегодня дополнительно один выехал на поле, 13 комплексов работает уже на сегодняшний день. И остальные 40 единиц это уже рядовые сеялки, в том числе пропашные. Avul xo'jaligi uyushmalari da ish borishi bilan tanishtirdi. Marat Ahmedov uchratında xo'jaliklarning kishi formalarini o'stirishga kengash berdi. Rayon agrariyalarini avul yozgi shashuv ishlarini qisqa vaqt ichida tamomlarga tiladi. Umuman moyning ikkinchi yartim mana shulay issiq ko'rsatadi. Barib da shashib qoldira kerak edi hali. Shashib qoldi tuproq javonda urloqni dimga solib qoldirga tirishirdi.